Hay, yaxshimizlar do'stlar. Bugun sizlarga cho'ng kichkamimiz intayin yaxshi ko'rib yeydigan rojamonninki oilada qilish usulini olib keldim. Itli usuli intayin oddiy bo'lib, birga ko'rsanglar o'rganalaysizlar. Avval o'zimizning ehtiyoji qarta muvofiq un tayyorlab olgandan keyin oz miqdorda tuz, shakar, pagi silib, ilmaroq suvda xamirni yug'urib 1 soat atrofida tindirib qo'yamiz. Endi bundan ketarlik saylarga o'zimizning yaxshi ko'rish bo'yicha tovuq go'shti, yakal go'shti, piyoz, qizil laz, ko'k lazlarni to'g'rab tayyor qilib olamiz. Endi xamirimiz videoda ko'rsatilgandek azroq ko'pgandan keyin xamirimizni ambaliga ilib, videoda ko'rsatilgandek normal cho'nliqda parchalab tayyor qilib olamiz. Parchalab olgan xamirimizni zugul holatiga kelib 5 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Ko'rib mushaga chiqibsizlar, meni qo'shib olmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutqanmanglar. Buningdan keyin taxim yaxshi bo'lgan mazmunlarni o'zingizlarga sunish uchun izchil terishma. Mana ko'rganinglardek tayyor qilib olgan xamirimizni mantining jiltisini asqandek echib o'tirsak azroq may surkib olgandan keyin yana mant tukkandek tugib ustini azroq besib tayyor qilib olamiz. Andan qazonimizga az miqdorda may purkib, tayyor qilib olgan xamirimizni qozonga silib, suz o'tda asti-usti qizargacha azroq turg'izib elib olamiz. Hamda qizartib tayyor qilib olgan ninimizni qasqonga silib, atrofida o'rnatib qo'yamiz. Bu araliqda tayyorlab olgan ko'ktatlarimizni qo'rib olsak bo'ladi. Yana qazimizga oz miqdorda moy qo'yib, go'shtni silib, go'sht tez bir qizarg'ich qo'rib olamiz. Andan piyozni silib, piyozni bir shiq qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda tuz, jan yo'q qo'yib, go'shtimizni bir qizartib olgandan keyin achchiqroq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, tayyorlab olgan laz jandan azroq silib, buni 2 minut atrofida qo'rib olamiz. Hamda go'shtimizga tamtid qo'llarimizda muvofiq miqdorda kavuch unini, ahmoz zirlarni silib, ishga aralashtirib olgandan keyin tayyorlab olgan qizil ko'k lazlarimizni silib, buni mazroq aralashtirib etiblar, tuz ta'min etib taqsimimizga usva saqlab bo'ladi. Hamda ko'rganinglardek tayyor bo'lgan ninimizning o'tirsini kesib, seyimizni elib iste'mol qilsak bo'ladi. Intayin yeyishlik bo'lgan ochiq-chuchuk, cho'ng kichkam bilan yoqtirib yeydigan rojamomi tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlarmi oilada o'z qo'linglar bilan tayyorlab yeb beqinglar, tilinglarda qoladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besib, inkas raynoq gul yo'llab qo'yishni unutmanglar.